Assalomu alaykum Shofir akalar. Volvo Euro 6 robot. Shofir akalar bu mashina yo'lda o'tib qolgan, raso azob chekkan, salarka nasos ishlamay qolib, keyin Shofir akalar bunaqa qilib moslashga kelishibdi. Qarang, qo'yilmasizlar. Nima bu, nimasi bu bo'lib ketibdi-yu. Qaranglar, yo'lda salarka nasos o'chib qolganlar, bitta nasos olasizlar. Boshdan pryamoy nasos yulasizlar, nasosdan filtrga olib ketasizlar. Keyin filtrdan postoyanni klapini otib yormaslik uchun bunday qilib shtusur qo'yib, maydan abratga qilib qo'yasizlar. Mana nasosdan chiqishiga abratga qilib, yana bokka qaytarib tashab qo'yasizlar. Keyin yuraveradi mashina. Salarka nasos o'chib qolganlar, yo'lda mashina nasos quvvati yetmaganlar, mashina kelib olsalar ham bo'laverar ekan. Buni moslagan akalar ham bor-ku, yomon moslab qo'yibdi. Men qoldim, mashina mashinada yurib keldi Rossiyadan. Rossiyadan kelgan bor, bozorda o'chganicha xullas masjidgacha yurib ketdi. Endi buni noldan o'zini holatiga qiyizdirib tayyorlab beramiz. Qancha rubl dedingiz? 10.000 tangaga olib moslab xullas tayyorlab qo'yib ketdik. Qo'yilmislar, shunda yurib turibdi mashina hozir.